Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri video qo'ymay qoldim. Hozir menga o'xshagan usta akalar uchun maxsus layfhack usta akalarga jo'natib qo'yinglar. Kerochi motor qilingan mashinadan hozir mana bu narsani yechib oldik. Sababi arqa sandigidan yo'q qo'ygan edi. Endi o'sha qilib bergan odamga olib borishmagan, bizga olib kelishgan. Unga 2 cho'ntda olib borib motordan keyin ko'rsatishganda, endi olib borganlar kelmay qolgan, bizga olib kelishgan. Hozir sababi buni yechib olganimiz sababi yog' oqizdirib olgan arqa sandigidan. Buni yangi olib berishgan ekan. Karzinkani yangi magazindan olib berishgan ekan. Hozir bu kraska sepib qo'yilgan рабочий karzinka. Mana bu pereda bo'ladi. Buni ham рабочий qo'yib yuborilgan. Ana ko'rgan bo'lsalaring. Akalar, qaranglar endi kim qanaqa tushunadi. Misol bizi ishimiz halol ish. Halol non topib yeymizda. Mana shu narsani 500 ming 600 mingga qilib berishgan mana shu motorni. 500 ming 600 ming turadi mana shu karzinka peredasi. Bu рабочий qo'yilgan, bu narsa o'zlarida bo'lsa agar vashi tekinga tushgan, tekinga qo'yib berilgan narsa bu рабочий. Yangi karzinka pereda yo'q bo'lib ketyapti bu yerda. Yangi egasi olib bergan karzinka pereda 500 ming 600 ming narsa yo'q bo'lib ketyapti. Mana shunaqangi narsalarga xushyor bo'linglar. Harom bo'lib qoladi, topgan halol ishlab topgan pullaring harom bo'lib qoladi. Bu dunyo vaqtinchalikda. Hamma narsaning hisob kitobi bor. Hozir 5-600 ming foyda qilyapmanlar, o'zlaring harom luqmaga tiqib qo'ymanglar. Hozir bu videoni tashlashimga sabab mana shu narsa, bu harom hisoblanadi. Bu odamni aldab 500 ming 600 ming narsani u odam qanaqa topyapti, nima qilyapti? Bu 500 ming pul topish uchun nima ishlar qilyapti u odam? Uning oilasi, bola chaqasi bor. Mana shu narsalarni o'ylab, akalar shu narsani 500 ming 600 mingga qilmanglar, shu narsani 800 ming so'm, 1 millionga qilinglar o'sha narsani. Egasiga aytib qilinglar. Shu narsani rozi bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa boshqa joyda qildirsin. Prosta nonlaringni halollab yeylar. Mana shu arzimagan narsa 500 ming 600 ming so'm pul topaman deb yangi narsani yo'q